yigitlarga tavsiya uylanadiganlarga. Kechqurun turganda 2 rakatli qilgandan keyin namoz o'qing, shukr namozidir. Allohga tavba namozidir. O'qing tahajjud namozini, qanaqa namoz bo'lsa ham to'y kuni kechqurun o'qingda, ey Alloh, shu qizni ravo ko'ribsan, alhamdulillah. Tarbiyasi go'zal, xulqi go'zal, ota-onasi yaxshi. Shunday qizga meni nigohlaganing uchun senga shukr aytaman. Endi bundan tug'iladigan zurriyotlarni ham pokiza bo'lishini nasib qilgin. Taqvodor bo'lishini nasib qilgin. Sendan qo'rqadigan, Rasulingga itoat qiladigan, ota-onasini hurmat qiladigan farzand bergin bizga. Yaxshi ayol nasib qilding, endi buni orqasidan yaxshi farzandni bergin. Shunday qizni tarbiya qilgan ota-onasiga rahmat. Ota-onasini ham duo qiling. O'sha kun kechqurun qiz quchoqlab oladi sizni. Ishoning, hayajonda turgan qiz shunaqa erim bor ekan mana deb, shunaqa go'zal, shunaqa ibodatli, Allohdan qo'rqadigan Alloh berdi deb o'sha kuni quchoqlab olmasa qiz topmas.